Mana bugun bizni yumshoqqina mazali kurasam bulochkasini tayyorlaymiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi 150 gram suv, 150 gram issiq sut, 2 choy qoshiqda dro'ji, yarim choy qoshiqda tuz, 5 osh qoshiqda shakar, 50 gram sariyog' xona haroratidagi xamir qorayotganimizda ishlatamiz. 500 gram un, bitta plitka shokolad, xamir yoygandan keyin surishimiz uchun yana 100 gram xona haroratidagi sariyog' kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishni xamir qorishdan boshlaymiz. Suvimizga sutni, durjani solib, shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana suvga sut soldik. Endi shakarni solamiz. Bunga yaxshilab aralashtirib, keyin ustiga durjani solamiz. Mana shakarni solib, ozgina aralashtirib oldik. Endi durjani solamiz. Durjani solib, ozgina aralashtirib, ustini bitta taqsimchada yopib qo'yamiz. 5 minutlar turadi. 5 minutlardan keyin ochamiz. Mana 5 minut vaqt o'tdi. Endi ustiga idish olib tashlab, mana durjalarimiz oshishni boshladi, ko'pirishni boshladi. Endi uni solamiz. Yarmisini sekin qorishni boshlaymiz. Undan oldin suvga birinchi tuz solamiz. Yarim choy qoshiq tuzni solib, keyin aralashtirib bo'lgandan keyin uni yarmisini solamiz. Mana xamirimizni qorishni boshladik. Unimizni yarimsidan ko'prog'ini soldik, aralashtirdik. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin boyagi mana bu yerda xona haroratida 50 gram sariyog'imizni solib, keyin unimizni qolganini ham solib, aralashtirib, yaxshigina yumshoqqina xamir tayyorlaymiz. Mana xamirimizni qo'lga yopishni boshladi. Mana boyagi sariyog'ni solib, yaxshilab hamma yog'iga tegizamiz. Keyin qolgan unimizni solamiz. Mana xamirimizni qordik. Xamir qorayotganimizda qo'limizga yopishni boshlaganda boyagi 50 gram xona haroratida eritilgan sariyog'ni qo'shib, xamir orasiga yaxshilab aralashtirib, xamirimizni qoramiz. Keyin mana shunaqa yumshoq xamir bo'ladi. Uni ustiga strech qilib, adyalga o'rab oshishini kutamiz. Mana 1 soat vaqt o'tdi. Bu orada o'sha xamirimiz ham osh bo'ldi. Mana xamirimiz qanaqa zo'r oshgan. Endi buni hozir unlab, xuddi somsaga o'xshab uzunchoq qilib olamiz xamirimizni. Mana xamirimiz zo'r oshgan. Buni endi hozir unga ustiga qo'yib olamiz. Mana xamirimizni uzunchoq qilib olamiz, xuddi somsa xamiriga o'xshab. Endi buni 12 bo'lakka bo'lib, zuvalacha qilib, unlab zuvalacha qilib qo'yamiz. Mana xamirlarimizni 12 zuvalachaga bo'lib oldik. Endi buni ustiga strech yopib 5 minut tindirishga qo'yamiz. Mana xamirlarimiz birpas tindi. Endi har bittasini unlab yoyib olamiz. O'rtacha laganchamizga, kichkina laganchamizga mos qilib, shunga moslashtirib yoyib har bittasini qo'yib olamiz. Laganchamizning tagiga mana sariyog'ni bu yerda chala eritib oldik. Kosaga issiq suv solib, ustiga mana shu pelani solsak, chala eriydi sariyog'imiz. O'shani eritib oldik. Endi hozir har bittasini yoyib, ustiga shu sariyog'dan surib chiqamiz. Mana laganchamizani ozgina yog'lab oldik sariyog' bilan. Endi mana bu yerda shundan laganchamizdan kichikroq qilib xamirimizni yoyib oldik. Endi ustiga qo'yamiz buni. Mana xamirimizning ustini eritilgan sariyog'da shunaqa qilib har bittasini ustma ust qo'yamiz, yog'laymiz. Sariyog'ni xamir hamma chetlari bilan yana dumaloq qilamiz, yoyamiz. 12 ta xamir hammasi biridan ustiga birini taxlab chiqamiz. Hammasini orasini har bitta yoyganimizdan keyin buni ustiga xamir qo'yamiz. Sariyog' eritilgan sariyog'ni suramiz. Keyingisini xuddi shunaqa 12 tasini taxlab chiqamiz. Mana 11 ta xamir hammasini sariyog'ni eritilgan sariyog' surib, hammasini taxlab chiqdik. Hammasi mana shunaqa ustma-ust taxlanadi. Endi oxirgi 12-xamiri buni ustiga yopib, chetlari bilan yopamiz. Mana oxirgi xamiri mana shunaqa qilib chetlari bilan yopib, bekitib chiqamiz. Buni ustiga sariyog' eritilgan sariyog' surmaymiz. Endi buni hozir teskarisiga aylantirib, lagandan bo'shatib olamiz. Mana xamirimizni ag'darib oldik. Endi buni katta qilib yoyib olamiz juvomizda. Mana xamirimizni shunaqa katta qilib yoyib olamiz. Endi buni birinchi to'rga, keyin har bitta to'r bo'lak yana 4 ta bo'lakka bo'lib chiqamiz. Mana xamirimizning hammasini shunaqa qilib teng bo'laklarga bo'lib chiqdik.
Endi bularni hammasini chetlarini ham yana kichkina kesib olamiz. Mana bunaqa kichkina chetini kesib chiqamiz. Mana ustiga surtishga bitta tuxumni sarig'ini oldik, bitta osh qoshiq solib buni yaxshilab aralashtiramiz. Kruassanlarimizni ustiga suramiz. Shokoladimizni ham bo'lsa mayda bo'laklarga bo'lib olamiz ichiga solish uchun. Mana shokoladlarimizni o'rtasiga qo'yib shunaqa o'rab olamiz. Mana kruassanlarimizni o'rab tayyor qilib oldik. 18 ta chiqdi boyagi masallig'imizdan. Endi bularning ustini strech yopib 10 minut tindirib qo'yamiz. Ishib olishi kerak. Undan keyin tuxum surib 180 gradusda pishirib olamiz. Mana tuxumni sarig'ini hammasiga surib chiqdik. Endi buni gaz duxovkasiga 180 gradusga qo'yamiz. 20 minutlarda tayyor bo'ladi. Mana mazali kruassanlarimiz ham tayyor. Qip-qizil bo'lib, mana shunaqa zo'r bo'lib pishadi. Xamiriga umuman tuxum ham solmaymiz. Shunaqa tuxum solmasak ham o'zi rosa chiroyli bo'lib pishib, chiroyli bo'lib chiqadi.